Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Juma ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Bugun sizlarga do'konimizdagi suv sho'tchilar haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ushbu suv sho'tchigimiz smart suv sho'tchigi bo'lib, bu sho'tchik o'zini modemiga ega, ichiga sim karta tushadi. Xullas, hozirgi kunda korxona tashkilotlari uchun talab qilinayotgan o'sha aqlli suv hisoblagichlardan. Ya'ni o'zini kunlik ma'lumotini tashlaydi, klapanni bekitib beradi. Xullas, shunaqa xususiyatlari bor. Aynan sizni korxona va tashkilotingiz uchun zarur bo'lsa, xuddi shunaqa hali qo'ymagan bo'lsangiz, shu talab qilinayotgan suv hisoblagichlardan bemalol Aktiv Plus magazinlariga kelib xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari modemni alohida bo'lgan suv hisoblagichlarimiz ham bor. Agar yo'q, joyim kichkina, modemi sig'maydi yoki bo'lmasam uni montaj qilgani noqulaylik tug'diradi desangiz, mana u modemi o'zini ichida, yonida antennasi ham bor. Agar yo'q, menga kattaroq diametrda desangiz, istalgan turdagi diametrdagi suv hisoblagichlar bor, modemlilar. Mana Aktiv Plus magazinlaridan o'zingizga zarur bo'lgan korxona tashkilotingiz uchunmi, xonadoningiz uchunmi kelib xarid qilishingiz mumkin.